Assalomu kanalimiz a'zolari va mehmonlariga xohlasa Andijon marhamatga mini reska o'rnatdik. Mana talkatilari bilan birgalikda talkatil o'rnatishda jarayonida beton quyishadi, mahkamlashadi. Xohlasa o'zlarida Altay Stroymash abrogenilar bo'lgan, avtomat reskasi bor. Bu gap so'z yo'q, zo'r ishlaydi haqiqatan, tan olamiz. Lekin mana busida qiynalishgan. Bu keskanda o'sha kulon berib arralik bo'lgan mana. Shu razmerini to'shni bermagan, uni ko'ndalangi bo'lganda ham, tikka bo'lganda ham ketib qolavergan arra. Shuni hisobiga buni hozir buni o'rniga o'shani qo'ydik. Mana shuni ishga tushirib, to'klan ulab qo'ygan, beton qo'yib, ertagindan yurg'iziladi, xudo xolasa. Xullas, mana shunaqa gaplar mana. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mini reska yoki avtomat reskalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, ustanovka qilib o'rnatib beramiz. Bu ketib qolavergan g'ishti sifatini, kachestvasini buzavergan, qanday buzgan hozir tushuntiraman ko'proq. Ko'proq bu yerdagi muammo mana bu bo'lgan mana. Chiqish paytida yoki kirish paytida mana shunaqa buzganda, kesib borib oxiriga kelganda bu g'ishti misol uchun bu tarafi 30 bo'lsa, bu taraf 29 chiqib qolavergan uni. 30, 29 yarim mana shunaqa holatda o'ynab ketishavergani uchun murojaat qilishdi. Shu yerga kichkina reska qo'yib berdik. Hamma ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.